Tilsimlar Dunyasida Nur Quchqan Alim, Rishat Abbas. Edibiy Axbarat. Aptori Qeyser Mijit. 6. 80 yıllarning o'ttirlari Jungoning islohot va ishikni ichivtish siyosati Shenzhen va Juhayni markaz qilgan dengiz bo'yi rayonlarida әмділердің мейве берішкі башлаған болып, саясат жәттікі әвзәлік вә аста-аста сыңып кірватқан чәт әлінің ылғар пән техникісі, мәбліғі вә еңі башқұрыш ұсулы bu yerdeki kişilerinin turmuş usulü da, intilişi de, oy fikri de özgürüş payda kılıvatkan çağlar idi. Onun əksice, Uyghur Abdunum rayonunda texi solçil ideyanın təsiri tügümegen çağlar bulup, kişilərinin pən texnikada ılğar dövlətlərə çıxıb, oquş iddiisi ehtiyatçallıq içində asta-asta oyğanıvatqan, həm də Yaponiya və Qərbdiki əllərə yılığa bir nəticədən oquvçı ilim izləb mangılı başlagan çağlar idi. Arzularga bay, kelgisiga ümid bilan qaraydigan yosh Rishat Nanjingda ko'rgan anglag'anlari va dadisi bilan qilishgan suhbatlarga asosan oxiri mundaq xulosiga keldi. Biz yashayotgan jamiyat taraqqiy qilish uchun har soha fan texnik xodimlarga, ixtisos egallariga muhtoj. At bəygisiga kəngri meydan kerak bo'lgandek, mən kəsbimdə nəticə qazanıman deydikanman, mağmu zörür bo'lgan sharoit kerak. Mən çoxum bo'shashmay tirishib, bu sharoitni yaratishim kerak. Qaysi bir mashhur kishi shundaq degan ekan. Bir odam uchun uning nima qila olishi emas, nimalarni qila olmaydiganligini bilishi uning ishlarda muvaffaqiyat qozonishning ochqichi. Rishat dal buning aksicha o'zining nimani nihoyat yaxshi qila oladiganligini biladi va ko'nilarning aytgan qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga degan so'zining haqiqat ekanligini yaxshi biladi. Shuning bilan o'zining zehni qudrati ham egilmas irodasiga tayinib, o'smir chog'lardan boshlab xiyol qilgan tilsimlar okeaniga g'avvos kabi sho'ng'ishga tayyor bo'lib bo'lgan edi. Uning tafakkuri ochiq, nishoni oydin edi. Ko'zlagan maqsadiga yetish, ya'ni haqiqiy ismi jismiga loyiq olim bo'lish uchun u күнділік тұрмышның түгімәс суалларға жауап беріш білән әвары болып жүрмеді. Бәлкі көпінші вақтыны вә зихнini nişanıға yetiş үшін zörür болған vastıləni игіләшкі сәріп қылды. Оның 1984 yılı universitetinin Çoğlar Mağrib İnstitutu İngiliz Tili Fakültetiga o'qishga kirishi bilan kundilik turmushini nihoyat jiddichilik besib oldi. Bir odamga kundilik turmushda har xil ishlar uchrab turdi. Ularning hammasiga o'xshash e'tibor bilan qarab ketgili bo'lmaydi. Ham unda qilishning zaruriyati yo'q. Shundaqla turmush amaliyoti hamma odamda o'ziga xos muayyan prinsipni, to'g'risini aytganda yashash falsafasini yetildirdi. Jumladan Rishatningmi o'ziga tushliq hayot mantiqisi va yashash falsafasi bor bo'lib, u o'zining yashashda amal qiladigan prinsiplarni xeyli burunla yakunlab chiqdi. U mundaq deb qardi va shu mizon bo'yicha ish ko'rdi. Ilm fan odamni aql qiladi. Qat'iy iroda odamni olg'a bostirdi. Qiyinchilik va
Jabba mushaqqat odamning irodasini tavlaydi. Ter to'kish va tirishchanlik odamga baxt saodat elib keladi. Undan boshqa narsalarning hammasi hayotlikdan iborat chambarakning sirtidagi mo'yin bo'lmagan narsalar. Kishilik hayotda har xil ishlar, masalalar va ziddiyatlar bo'ladi. Ammo hammasining ikki tarafi bo'ladi. Ya'ni ularning asosi bo'lgan va asosi bo'lmagan taraflar bo'ladi. Men ziddiyatning asosiy taraflariga cho'qim astoydil muomala qilaman. Ammo asosi bo'lmagan taraflariga parvomi qilmayman. Uning uchun eng asosli masala o'zining g'oyasini amalga oshirish, ya'ni doğru tadqiqot ilmi bo'yicha xalqaroliq saviyaga ega olim bo'lib chiqish edi. Manziling aniq, eting tayyor bo'lgan ekan, endi manzilga yetish uchun etingga qamchi silishing kerak. Rishat 1987-yili ingliz tili kasbi bo'yicha cho'nglar ma'rifini puttirishi bilanla tunji bolasi Zarina iyulda dunyoga ko'z ochdi. Yangi bir hayotlikning dunyoga kelishi uningga cheksiz xushallik elib keldi. U kichikkina omoq qizini otiliq mehr bilan so'yganda, farzandining kelgusi uchun bo'lsa-mu, tirishish lozimligini his qilib, ruhlanib ketadi. Shuning bilan Rishat chet eldagi maktablar bilan aloqa qilishga boshladi. Ham shu yili 8-oyda taklamakan qo'ynidan chiqib, Yangi Zelandiyaga 1 yillik bilim oshirishga mangdi. Shu jarayonda ingliz tili asosini texmi mustahkamlab, chet el universitetlarga o'qishdagi til o'tkilidan o'tib, texmi cho'nqur bilim elishga hozirlandi. U 1989-yili Washington shtatlik universiteti Doğru tadqiqot institutining Doğrugarlik zaharshunoslik fakultetiga magistr aspirantlikqa to'liq o'qish mukofoti elib o'qishga kirdi va o'qishga kirib 1 yil o'tmayla bu fakultetning nupuzliq hamda doğru tadqiqot sohasida mo'l natijasi bor professor Xaytonning diqqatini o'ziga tortdi. Professor Xayton Rishatdagi talantni, doğru tadqiqot ilmiga bo'lgan o'zini beg'ishlash ro'yini bayqab, bir kuni uni chaqirib mundaq dedi. Meni Ohio shtatlik universitet doğru tadqiqot fakultetiga mudirlik taklif qildi. Men sizda doğru tadqiqot sohasida az uchraydigan bir xil talantning beshini ko'rdim. Mubada doktorlikda o'qisangiz, ishonamanki kelgusida u sohada ko'zga ko'ringan olim bo'la olasiz. Agar xohlasangiz, men bilan ashu universitetga berib, doktorlikni mening yetakchiligimda ashu yerda o'qisangiz. Rishat bu taklifni xushallik bilan qabul qildi. 1990-yili avgustning oxiri tabiat Tavuslardek yasangan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining o'ttirisiga joylashgan ziminlari bepoyon ketgan Ohio shtati qo'yuq qashliq, ko'zlardan ziyraklikligi, qat'iyligi va turqidan tamkinligi chiqib turgan bir Uyg'ur yosh va uning oilasini o'z qo'yniga oldi. Bu go'zal shtatning markazi Columbus shahri mamlakat bo'yicha 15-cho'ng shahar bo'lib, nurg'un oliy maktablarni o'z qo'yniga olgan edi. Rishat o'qimoqchi bo'lgan maktab Amerikadagi mashhur oliy ma'rif bo'shiklaridan biri bo'lgan Ohio shtatlik universitet dal mushu shahardan o'rin olgan bo'lib, bu universitet mushu shtat bo'yicha birinchi mamlakat bo'yicha oldingi qatordagi mashhur oliy maktablarning biri edi. Mana
Muşu Ali bilim yurtida Rishat Abbas doğru tədqiqat ilmi boyunca doktorluq o'qishni başlavatdi. Doğru tədqiqat ilmi meditsina ilmining bir turi bo'lib, u asosliqi dorilarning badandagi harakatini, ya'ni dorilarning shifoliq yoki zaharlik ta'sirini aniqlash hamda yangi dorilarni bayqash, shundaqla allaqachon davolashda ishlatilayotgan dorilarning boshqa kasalliklarga ishlatilishining mumkinchilik bor yo'qligini tadqiq qiladigan ilm bo'lib, uning asosini eng dastlabda islom dinining oltin davri deb atalgan 7-asrda bugungi Bag'dodda yashagan arab tebiblari salgan deb qaraladi. Ammo uning rasmiy fan bo'lib shakllanishi 19-asrning o'ttirlarida dorilarning ta'sirini hayvonlarning badanida sinaq qilish bilan boshlangan. Bugungi kunda dori tadqiqot olimlari dorilarning harakat mexanizmiga alohida ko'ngil bo'ladigan bo'lib, ular ma'lum dori haqida muayyan xulosaga kelishda dorishunoslik, fiziologiya, kasalshunoslik, bioximiya, fizikalik ximiya va bakteriya ilmidagi prinsiplarga asoslanib, statistikalik va matematikalik usullarni qo'llanib yakun chiqardi. Demak, bu fanda voyaga yetish uchun o'rganguchi ko'p taraflamalik cho'nqur bilimlarga ega bo'lib qolmay, muhimi o'rganganlarni amaliyotga tatbiqlab, yangi dorilarni tadqiq qilib, yasab chiqib va uni kelinkilik sinoqdan o'tkazib, bemorlarning azobini yengillatib, ularning hayotining sifatini yuqori ko'tarishda amaliy hassa qo'shadigan bo'lishi kerak. Bola chog'larda dori qandoq odam saqayta oladi deb o'ziga savol qo'yib, bu savollarning keynidan ikki qirni iz qo'g'lab kelgan Rishat, bu poyonsiz tilsimlar dunyasida dorilar bilan odamlar badanining munosabatini tadqiq qiladigan tarmoq fan dorigarlik ilmiga alohida qiziqdi. Inson bir narsani bilgan siri, uni texmi yaxshi bilish uchun uningga aloqador narsalarni, bilim va texnikalarni cho'nqur va keng doirada tushunishni orzu qiladi. Yoki shundoq qilish inson besib o'tishga tegishlik o'tkal bo'lib qoladi. Dori tadqiqot ilmini yaxshi egallash uchun Rishat Abbas farmakinetikini, ya'ni badanning doriga nisbatan inkosi, ya'ni asosliqi badanga iste'mol qilingan dorilarning qabul qilinishi, tarqilishi, hazm qilinishi va siqib chiqarilishining vaqt jihatdagi jarayonini kuzatadigan va tadqiq qiladigan ilm bilan farmodinamikini, ya'ni dorining badanga qandoq ta'sir qildiganligini tadqiq qiladigan fanni puxta egallashning zarurligini to'nib yetdi. Chunki bu ikkisi dori tadqiqot ilmining asosiy gavdasini tashkil qiladi. Misol uchun, shifo nomliq yangidan ijod qilingan dori bor deyli. Bu yangi dori teridan badanga kirgizilamdi yoki ig'izdinmi? U badandagi organizmlarga qandoq yetkaziladi? Bu dori badan ichida ximiyalik holda o'zgaramdi yoki o'zgarsa qandoq moddaga o'zgaradi? Bu yangi moddalar badanda aktivmi? Ularning zaharlik ta'siri bo'lishi mumkinmi? Bu moddalar oxirgi hisobda qandoq usul bilan badandan ayrilib, badan sirtiga chiqarib tashlanadi? Nafas orqaliqmi? Cho'ng yoki kichik tarat orqaliqmi? Degandek masalalar
doğru tədqiqatı bilan şug'ullanğuchi cho'qim javob berishi kerak bo'lgan masalalardir. Masalalarga yaxshi javob berish yoki hadislarni qoyil qilarliq tushuntirish uchun kishi taynadigan bir ilmiy usul bo'lishi kerak. Doğru tədqiqat ilmida yuqorqi savollarga javob berishda odatda tajribachilik usuli qo'llanadigan bo'lib, bu usulning o'zi ma'lum xavf-xatar bilan bog'langan. Chunki yaxshi maqsad bilan qilingan tajriba bo'libmi, odamda ishlanadigan tajriba ba'zida kutmagan xatarlik hodislarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga bu tadqiqotchilardan sezgurlikni, ehtiyotkorlikni talab qiladi. Sabab shuki, badanga sinoq taraqqisida kirgizilgan dora ko'pincha holda ikki xil natijani paydo qiladi. Biri kasalni tizginlaydi, saqaytadi yoki zag'ri til bo'yicha aytganda kasalga foyda qiladi. Yana biri uning zaharlik ta'sirini, ya'ni ziyonliq bo'lib, xuddi chopqini olaman deb qoruq qilib qo'ygandek o'ylamagan salbiy natijani keltirib chiqarishi mumkin. Dunyoda insonning hayot mamotligiga bevosita berib taqishadigan tadqiqotdanmi ortiq inchga, sezgur va murakkab tadqiqot bo'lmasi kerak. Yangi dorilarni sinoq qilib ichishda tadqiqotchi boshqa ilmiy tadqiqotchilardek mag'lubiyatdan o'rganadigan, toki qanoatlangudek javobga erishguncha sinoq qilib xatolikdan o'rganadigan fursat yo'q. Sen bu sohada cho'qim birinchi pay o'qni nishonga tekkizadigan usta margan bo'lishing kerak. Shunga odamga qilinadigan sinoqning to'g'riliq darajasini oshirish uchun avval uni jonliqlar badanida sinoq qilish bu dori tadqiqotida cho'qim besib o'tishga tegishli yo'ldir. O'zi qilayotgan ishning mohiyatini tunib yetgan Rishat doktorlik programmasidagi talab qilingan darslarni o'qib va doktorlik layoqatlik imtihonlardan o'tib bo'lgandan keyin tadqiqot temasini beliqlarning tenida sinoq qilish bilan boshladi. Kishilarga ayonki, yezi egiligida ziyondosh hasharot va jonliqlarni yo'qotishda ximiyalik dora ishlatiladi. Bu ximiyalik dorini yasashda ishlatiladigan parasayin o'zi zaharlik modda bo'lib, uning bilan uchrashgan har qanday jonliq, mayli hayvon bo'lsin yoki odam bo'lsin, zaharlanib ig'ir bo'lganda o'lishni keltirib chiqardi. Sababi parasayin asetilkolinesterasni cheklaydi. Asetilkolinesterase bir xil enzim. Enzim deganimiz o'zining shaklini o'zgartmasdan boshqa moddalarda ma'lum xil ximiyalik o'zgarish paydo qila oladigan murakkab bo'lgan bir xil oqsildir. Bo'lib, u uchurlarning jonliqlarning miya hujayralari ichida to'silishi va bir taraf qilinishiga zarur bo'lgan miyadagi asetylkolin deb ataladigan bir xil ximiyalik moddani parchalaydi. Beliq suvda yashaydi. Mubada beliq yashaydigan suvning muhiti bulg'angan bo'lsa, uning beliqlarga ta'siri bo'ladi. Ba'zi beliqlar zaharlangan hamon o'ladi. Uni odamlar yemaydi. Biroq ba'zi beliqlar zaharlik moddaga nisbatan tenida qarshilik kuch paydo qilgan bo'lib, zaharlangan taqdirdami o'lmaydi. Balki sog'lom beliqlardek suvda piltinglab yashaverdi. Bundaq beliqlarning tenida zaharlik moddaning borligini bilmagandan keyin kishilar
ularni tutib yeverdi. Natijada yenik bo'lganda majruh bo'lish, ig'ir bo'lganda o'lim yetim vaqalari kelib chiqadi. Shunga beliqlardagi zahar moddasiga asosan suv va tabiiy muhitning bulg'anishining xatirini mo'ljallash amaliy ijtimoiy va iqtisodiy qimmatga ega. Rishat Abbas mana mushu sabab parasayn natijalik zaharlanish munosabatni tushunish uchun boshqalarning bu haqdagi tadqiqot maqolalarini intayin astoydillik bilan savol qo'yib turib o'qidi. Mutayil qildi. Beliqlarning tenining parasaynga bo'lgan inkasi va uning almashtirish shakli bo'lgan parazonning asetil kolinesterasni tizginlash mexanizmini sistemalik holda tadqiq qilish uncha osonga tushmadi. Chunki Rishat bu haqda o'zi o'tirg'i qo'ygan ilmiy farazning amaliyot bilan birdak yoki emasligini dalillashda nazariyaviy asosi mukammal bo'lgan model tuzishning zarurligini his qilib qolmay, balki bu modelning o'zi o'tirg'i qo'ygan ilmiy farazni to'g'ri tushuntirib beralaydiganligini dalillaydigan sonliq ma'lumotlarni ko'rsatib berishi kerakligini to'nib yetdi. Uning kishilik xarakteridagi isil sifatlarning biri o'zi ko'zi yetgan hamda qilish zarur bo'lgan ishqa dadillik bilan o'zini unutgan holda beg'ishlash ro'yi edi. U manzilga qarab atlandi. Ilmiy tadqiqot jafoliq ish. U kino ko'rishga va yoki roman o'qishga tubdan o'xshamaydi. Odatda kishilarga nisbatan oldinqisi zerikishlik, keyingisi qiziqarliq tuyuladi. Ammo qat'iy irodaga kelgan olim uchun aytganda, bu ikkisining farqi yo'q. Ohioga kuz keldi. Yaproqlar sarg'aydi. Ammo Rishat Tilsimlar Dunyasida izlanayotgan har bir kunini yuksak darajadagi o'zini unutish ro'yi va to'lib toshgan umidvorlik bilan bahor tuyg'usi ichida o'tkazadi. Ohioga qish keldi. Judum bo'ldi. Biroq uning qalbi muqaddas orzu va kuchlik e'tiqodning haroratida hamon oldiga parlaq kelajak qarab talpinadi. Men deb o'ylaydi u har qatim tajribaxonadan uyga qaytib o'tib. Okean atlab, qit'a atlab, ilm o'rganaman deb bu yerga keldim. Uyg'urlarning ichida tunji bo'lib bu sohada doktorlik unvoni uchun o'qiyapman. Agar bu ishda a'lo natija yaratsam, xalqimga shon sharaf ilib kelalayman. Qilayotgan tadqiqotda bioximiya va fiziologiya qatorliq fanlarga chetishlik bo'lganligi hamda oliy matematika bo'libmi differensial tanglamalarni tuzish zarur bo'lgani uchun u maktab kitobxonasidan bu haqda nurg'un kitoblarni, ilmiy jurnallarni ariyat oldi. Ba'zi kitoblar garchi qimmat bo'lsa-mu, doktorlik o'qish mukofot pulidan iqtisod qilib turib setib oldi. Kompyuter programmasi tuzishga ehtiyoji tushadiganligini bilib, plan tuzib, kunda 1 soat izchil holda Fortran tilini o'rganishga boshladi. Uning ishxonasi va tajribaxonasi kitoblar bilan to'shib ketdi. Kitob ustallari, u yozgan differensial tanglamalar, sizgan
fiziologiyalik modellar va ximiyalik tanlamalar va formulalar bilan to'ldi. Hatto uning oshxona uyidagi tomoq ustili, to'nglatqining sirtqi yuzlarimi bo'sh qolmadi. U haqiqatan bu tadqiqotga oshiq siyoqi berilgan edi. U oldi bilan beliqlarning fiziologiyalik qurilmasi asosida beliqlar tenining parazonga bo'lgan ta'sirini tushuntirib beradigan farmakokinetiklik modelini nazariyaviy jihatdan tuzib chiqdi. Ondan ikkinchi qadamda parazonning asetilkolonosteroidni tizginlash mexanizmini tushuntiradigan farmadinamikalik modelni nazariyaviy jihatdan tuzib chiqdi. Oxirida yuqoridagi ikki modelni birlashtirish orqali modellar faraz qilgan shartlar ostida beliqlar teni bilan parasayinning qandaq munosabatda bo'ladiganligi haqida umumiylikqa ega fiziologiyalik qurilma asosidagi farmakokinetiklik va farmakodinamikalik modelni qisqartirib PBPK PD model deb ataladi barpo qildi. Ammo u o'xshatma tajribasi orqali bu modelning o'zi o'ttirg'i qo'ygan ilmiy nazariya bilan birdaklikka ega yoki emasligini dalillashi kerak edi. Mana bu qo'l tutadigan ish edi. Shuning bilan u amaliy tajribaga ko'p vaqt sarf qildi. U tushlik tomoq uchun uyga qaytmaydi. Ertagan sahardan ta kashgacha tajribaxonada beliq ko'lchikining yonida kompyuterning oldida o'tiradi. Uyginatdi, yozatdi. Beliqlarning parasayin bilan uchrashishning oldi keynidagi ahvolida o'zgarishini kuzatadi. Tajriba natijasini xotirlaydi, o'lchaydi, hisoblaydi. Uning balasi dadam qachon keladi deb opasidan to'li so'rab uxlab qoladigan bo'ldi. Ayoli o'zi ta mushu kamgacha uningda ko'rib boqmagan bu xil yuksak darajadagi tadqiqotga o'zini beg'ishlash ro'yidan ham ta'sirlandi, ham soqilini qirishni hech qachon unutib qolmaydigan Rishatning yaqindan buyon pat-pat soqilni elishni unutib qilishlariga qarab, uning salomatligidan ansirab sarosimiga tushdi. Shuning bilan u qizini elib Rishatning tamog'ini to'shig'ach, uni yo'qlab keladigan bo'ldi. Rishat, dedi u bir kuni ma'yus holda. Uning tamog'ini tez yeyishiga va uzun mazgillik zishligi zo'r bo'lgan aqliy emgak tufaylidan o'riqlab poltiyib chiqib qolgan javg'aylarga qarab ansirash ichida. Buncha o'zingizni urib ketishning nima hojati? Baribir oladigan unvonni olsingizli bo'ladi-ku. Bunda qilaversangiz, og'rib yetib qolsangiz, qanday qilamiz? Xalqning yurti tursa bu. Og'rib qolmayman, ansirma. Bugun ishni yaxshi qilsam, ati natijasidan ko'ngillik huzurlanaman. Ilmga soxtalik yarashmaydi. Bir narsani qilgan ekanman, uni ravrus yaxshi qilishim kerak. Azroq ta'xir qil. Xudoyim buyursa, oz qoldi. Natija chiqqili, dedi u ishonch bilan. Qish ketib, to'nglar erib, tabiat yeshil to'n kiyishga boshlagan mazgilning, ya'ni u doktorlik o'qishining oxirgi yili bahor faslining bir kuniga kelganda, darvaqa uning ishidan natija ko'rildi. Ya'ni u erishgan ilmiy tajriba mahsuloti, ya'ni
sonliq ma'lumotlar u tuzgan nazariyaviy modelning amaliyotga uyg'un ekanligini dalilladi. Uning shu qadar cho'nqur darajada doğru tadqiqot sohasiga o'zini beg'ishlash ro'yi, zihnining o'tkirligi va tirishchan astoydilligidan ta'sirlangan professor Haytun uning ta'rifini fakultetdagi o'quvchilarga bir necha qatim qilib berdi. Uni dastlabda ismiga qarab arab yoki Paris deb o'ylab qolgan kishilar endi uning ayni zamondagi bepoyon Tarim vodisidan tortib Mo'ng'ul dalalarigacha bo'lgan doirada imperiya qurgan. O'zining gullangan zamonasida dunyoga mashhur qadimiy xalqaroliq savdo yo'li Ipak yo'lini kontrol qilgan. Ammo hozir kishilar asosan bilmaydigan Uyg'ur nomli qadimiy millatning a'zosi ekanligini bilishdi. Shuning bilan Rishat orqali ba'zilar Uyg'urlar haqida ma'lum tushunchaga erishdi. Ular ichida Uyg'urlar haqida eng ko'p ma'lumotga ega bo'lgani yanala professor Haytun bo'ldi. U uzun yillik o'qitish hayotida Rishatdek ham talanti, ham irodasi bor bo'lgan o'quvchini ko'p uchirtib boqmagan edi. Shundoq bo'lg'achqimikin, u Rishatga qoyillik nazari bilan alohida qaraydi va hurmat qiladi. Hamda uni oilasi bilan uyiga chaqirib turadi. Uyg'urlar to'g'risida savollarni so'rab turadi. Uning mehmonxona uyiga isilgan Uyg'urcha chiman do'ppini uning Uyg'urlarga bo'lgan qiziqishidan esib qo'ydi degandan ko'ra, Rishat kelib chiqqan bir millatning ijodiyat qudratiga nisbatan hurmat hissiyotidan osti desak xatolashgan bo'lmaymiz. Rishat doktorlik dissertatsiyasini g'albilik yoqlab o'qishni tamomlaganda professor Haytun uning dissertatsiyasiga mundaq deb yuqori baho berdi. Rishatning o'ziga xos holda ijodiy tafakkur qilib tuzib chiqqan umumyuzlik va mexanikalik xarakterga ega PBPK PD modeli ximiyalik moddalarning jonliqlar badaniga hazm qilinishi, taqsimlanishi, almashtirilishi va siqib chiqarilishidek ximiyalik harakat mexanizmini tushunishda tunji qatim ishlatilgan model bo'lib, uning jonliqlarning fiziologiyalik qurilmasi asosida tuzilishi bizni bo'sish xarakterlik yangi tafakkur va bayqash bilan ta'minladi. Uning bu ilmiy tadqiqot jarayonidagi tajriba muhitini loyihalash, tajriba qilish va sonliq ma'lumotlarni to'plash ham analiz qilish usullarining ilmiyligini ham o'zgachiligini alohida maqtashga arziydi. Shuni alohida va xo'shallik bilan ko'rsatib o'tish lozimki, Rishat bir necha yillik o'rganish, ijod va tafakkur qilish jarayonida tuzib chiqqanga o'xshash modellar va shundoq model orqali elib berilgan tadqiqotlar yaqinqi bir necha yildan buyon Amerika davlatlik dori boshqarish idorasi tarafidan o'lchamlik modellar sifatida qabul qilinib, shundan boshlab dori tadqiqot qilish va vujudga keltirish sohasida har kim cho'qim qo'llanishga tegishlik modellash texnikasi bo'lib belgilandi. Professor Haytun shu yili o'qish bitirgan boshqa o'quvchilar bilan xo'sh amsa
utuq tilayman deb xo'shlashdi-yu, ammo Rishat bilan xo'shlashmadi. Balki uni o'zi izlab keldi. Rishat, dedi u, men sizni texmo mushkul bo'lgan bir tadqiqotni ishlashga da'vat qilaman. Amerika havo armiyasi meningdan mushu tadqiqotning höddisidan chiqalaydigan bir odamni o'ziga ko'rsatib berishimni so'radi. Men sizni buning höddisidan chiqalaydi deb ishinaman. Siz u yerga borsangiz, bir tarafdan shu tadqiqotga post doktor sifati bilan ishlaysiz. Tadqiqotni o'ngishliq va natijalik tamomlab bo'lgandan keyin istiqbolingiz texmo parlaq bo'ladi. Siz buningga qanday qaraysizkin? Shu kunlarda u yeni g'arbiy qirg'oq, bu yeni sharqiy qirg'oqdagi shtatlarga joylashgan dori tadqiqot markazlaridan 5-6si uni xizmatga elishni o'ylashayotgan bo'lib, u qaysisini tanlashda bir qarorga kelolmay turgan mezgil edi. Professor Haytonning birinchi maslahatini qabul ko'rib, u orzusidek natijaga erishgan Rishat bu qitimmo uning taklifini xushallik bilan qabul qildi.